Assalomu alaykum hammaga. Havo ko'chada juda ham chiroyli yomg'ir yog'moqda. Bugungi gapiradigan mavzuimiz o'xshashliklar haqida bo'ladi. Ya'ni birinchi o'xshashlik bu mashhur yozuvchimiz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani va fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyumaning Graf Monte Cristo ip qalasining mahbusi asari bilan qanday o'xshashligi borligi haqida gaplashmoqchimiz. Demak, birinchi o'xshashlik Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida ham Otabek romanning bosh qismlarida qamoqqa tushish sahnasi bilan boshlanadi. Graf Monte Cristoda ham asar bosh qahramoni Edmond Dantes to'yi arafasida hibsga olinishi bilan boshlanadi voqealar. Ikkinchi o'xshashlik bo'lsa, ikkalasida ham o'zlarini yaqin odamlari, ishongan odamlari bo'lgan kishilar ularga xiyonat qilib, chaqu xati yozib berishadi. Bunda Homid qoziga borib, Otabek va otasi Yusufbek hojini xonga qarshi fitna uyushtirishda ayblab qoziga nisbatan qoziga chaqu xati yozib berishadi. Graf Monte Cristo asarida esa uni eng yaqin ishonchi do'sti, yonidagi do'sti bo'lgan, keyinchalik mashhur Danglar nomini olgan ishbilarmon shaxs yoshlik paytida Edmond Dantesning eng ashaddiy raqiblaridan biri bo'lgan Fernand Mondego qo'li orqali chaqu xati yozib, uni shahar davlat prokuroriga borib yetkazadi. Shu orqali u Edmond Dantesning qamalishiga erishadi. Bizdagi Homid, O'tgan kunlar romanidagi Homid esa Otabekning qamalishiga erishadi. Siz ham nima deb o'ylaysiz? Abdulla Qodiriy O'tgan kunlar romanini Graf Monte Cristo asarining ba'zi bir elementlarini olib turib o'z romaniga qo'shib yozganmi yoki bu o'xshashlik tasodif bo'lishi mumkinmi? Izohlarni kommentariyada kutib qolamiz.